zavod 65 ming 70 ming kilometrda almashtirish kerak deyapti. Sizlar nimaga 30 ming 35 ming deyapsizlar? Hop, mana shu holatga mana hozir mana shu Onyx misolida ko'ramiz. Avtomat korobka moyini almashtirgan olib qo'yganmiz. Hop, probegimiz 55241 kilometr yurgan. Mana hozir buni avtomat korobka moyi to'kib qo'yilgan. Hop, ana hozir oqyapti. Va mana moyni holati. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Moy suyulib, qorayib, strushga bosib ketgan. Va bu narsa mana hozir oqib turibdi, Onyx korobkasi. Bu narsa nimaga olib keladi? Kech moyini almashtirishlik asosan filtr to'lishiga olib keladi va filtr to'lgandan keyin avtomat korobkada silkitishlar, kech almashtirishlar hosil bo'ladi. Filtr to'lgandan keyin bitta filtrni almashtirishlik uchun seli korobkani tushirib, so'yib, boshqatdan joyiga qo'yiladi. Bu anchagina vaqt va yaxshigina xarajatni hosil qiladi tabiiyki. Shuning uchun maslahat beramiz, 30 ming va 35 ming kilometrdan oshirmasdan almashtirishlikda va shunday muammo inshaalloh bo'lmaydi sizning korobkangizda. Joninglar sog'